Bugungi yangiligimiz Kaliniy ko'cha deb qo'ysanglar ham bo'laveradi. Kirpishniy zavodda hammalar bilasizlar, eski avtorenikni bilasizlar. Kirpishniy zavodda orqasida bo'lyapti. Juda ham lokatsiya zo'r azizlarim. 5 sot emas, 6 sot emas, 7 sot uyimizga bir e'tibor beringlar azizlarim. Paltarashka 3 xona plus koridori bor. Juda ham zo'r narxga azizlarim. Videodan uzoqlashmasdan ko'rishda davom ettinglar. Kelinaki dadam shina joy qura, tu chorazaki dadam, orucha guli bodam. Tu kelinaki dadam shina joy qura, tu chorazaki dadam. Azizlarim, uyni ko'rdinglarmi? Juda ham chiroyli uy, remontlari ham yaxshi holatda, o'zinglar videoda bir yengil ko'rdinglar. 3 xona bo'lyapti. Plus koridori uzun azizlar, 14,5 metrli. Xo'p, bitta yerto'lasi ham bor. U ham katta, bir odamning bo'yi tegmaydigan. Mo uyni kattaligini qaranglar. Mevali daraxtlar azizlar. Eng qizig'i lokatsiya zo'r azizlar. Bu yerda yerlarda pul o'zi palon pul bo'lyapti. Kirpishniy zavod orqasida azizlarim 6 sot ham emas, 5 sot ham emas, 7 sot bo'lyapti. O'rtasida bo'lib ikkita o'rliklar uylab joylab olsalar ham bo'laveradi. Yo'q, mevani o'zi yo'q. Mo giloslarimiz o'zi yiliga 500-600 dollar pul beradi ekan. Bular azizlar o'zinglar bilasizlar. Xo'p, qo'shnilarimiz ham juda yaxshi. Mahalla qalin, gaz suv svet ham muammo bo'lmaydi. Shahar bo'lyapti azizlarim. Narxlarini shart-shuyda aytib o'ray sizlarga. 132 ming dollar, yana ozgina kami bor, ko'p pas azizlarim. 132 ming dollar mana lokatsiyaga juda ham yaxshi bir maslahat bilan sizlarga ham unaqa bir nagruzka tushib ketmaydigan qilib zo'r narx qilib qo'ydik azizlar. Robotxonadan kirganingizda уже mana shu ro'paraga haligi aytganimizdek high-tech 2 etajli uylar solib mazza qilib mana shu yerda yashab qo'yinglar. Bu lokatsiyaga qancha pul xarjlasanglar ham yarashaveradi azizlarim. Ko'ryapsizlar, orqamda bino 2 qavatli uyga o'xshab turibdi. Bu uy ham yangida solingan uy, sayozli uy emas ko'rinib turibdi azizlarim. Paltarashka podvali bilan balandgina bahaybat bo'lib turibdi. Ko'cha tomonga qarab azizlarim. Ko'ryapsizlar, robotlarimiz ham yaxshi holatda. To'lka sizlar bu uyda olsanglar azizlar, mana shu ro'paraga uy solishinglarni bilasizlar, bo'ldi xudo xolasa. Kirib yashab turadigan sharoiti bor. Remontlari o'rta emas, zo'r holatda ko'rdinglar. 132 ming dollar, yana ozgina kami bor. Bunaqasi hadib uchira olmaydi. Lokatsiya zo'r azizlarim. Rostdan aytayapman, 2 ga bo'lib olsanglar maza qilasizlar. Endi sizlarga adreslarni aytayda yuringlar, mahallani ham bir ko'ringlar. Azizlarim, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, asha hamma bilgan Kirpishniy zavod, eski mashina bozorimiz bilasizlar azizlar. Qaranglar, esli navigator bilan kelaman desanglar, bu yoqqa Matbabayeva 26 deb yozib kelaverasizlar Yandex. Sizlarni to'g'ri shunaqa olib qo'yadi. Mahallaga e'tibor beringlar azizlar. Juda ham qalin mahalla, qo'shnilari ham zo'r ekan. Xo'p, azizlar, shaharlarda to'kib qo'ygan. Jang yo'q, jang yo'q. Mana shu uyga qiziqinglar. Bu yerda o'zi yerlarda o'zi palon pul bo'lyapti azizlar. Uylar 200 dan 5 ta bo'lyapti. Bu akamiz zudlik bilan sotyapti azizlar. 7 sotlik 3 xonadan iborat, plus yerto'lasi bor azizlar. Koridori bor, kirib yashab turadigan sharoiti bor. Uyni ko'ryapsizlar, bir balandgina. Bu yerga bitta chiroyli traventillarda qilish kerak, mazza qilib yashab qo'yish kerak. Bo'lib olsanglar ham bo'ladi ekan azizlar. Telefon nomerlarini yozinglar. Mana telefon nomerlari 0553 bilan 75 00 98. Qaytaraman, 0553 bilan 75 00 98 azizlarim. Telefon qilib qilmasdanlar kelib mana shu uyda olinglar. Bu sroshni sotilib ketadi. Bugun 12-may chiqyapti. Bee'tibor bo'lmanglar. Shu Kaliniy ko'chani atrofida olaman deb yurgan qarindosh urug' qo'ni qo'shlarga albatta mana shu videoni jo'natib olinglar.